Assalomu alaykum YouTube ahli. Bizni ko'p chet mamlakatlardan ham tekshirgan, ya'ni Rossiyadagi akalarimiz uchun ham bu video obzor manfaatli bo'ladi. Haval Joule avtomobili. Ko'pchilik mana shu avtomobil ustanovka so'rashadi, ya'ni propan. Bu avtomobil propanda ideal yuradi, faqatgina siz tanlovda to'g'risiz bo'ldi. Haval Joule avtomobiliga hozir kompyuterlari bilan, kafolati bilan ustanovka qilib bermoqdamiz, ahamiyat berib qo'yasizlar. Bu tomonda Haval M6 modeli, ichkarida K5 mashinamiz, bu tomonda Legenda Cobalt avtomobilimiz tayyor bo'lmoqda. Barcha turdagi avtomobillarga siz xohlagandek sifatli propan va metan kafolati bilan ustanovka qilib beramiz. Agar kimgadir mana shu ustanovkalar narx-navoz qiziq bo'lsa, albatta obuna bo'lgan bo'lsa, sizga super mega chegirma narxida kafolatli ishlarimizni taklif qilamiz. Ustanovka qilib bo'lganmiz bu avtomobilga, lekin ortiqcha narsa hech nima ko'rinmaydi. Qaytarib o'tamiz, reduktorlarni ham ideal qilib joylashtirdik va suv sirkulyatsiyasini pechkalardan olganmiz. Qancha suv sirkulyatsiya reduktorlarda yaxshilanadigan bo'lsa, shu holatda provek berish ham zo'r bo'ladi. Barcha turdagi avtomobillarga super mega chegirma. Nari tomonda ham Cherry 8 Pro avtomobilimiz tayyor bo'lmoqda. 24 ga 7 obuna bo'ling va super mega chegirmadan foydalaning.